Do'stlar, oqqan daryo oqaveradi deydi-yu, to'pa-to'g'ri suvni qarang, oqib, mazza qilib. Bunaqa joydan sizlarga bitta chek bo'lsa, nima deysizlar? Qaqirli boyagalar, shetdanmisizlar? Sizlarga narx 9,5 soti zo'r joy topib berdim. Rosa qiziqyapsizmi shu joyga? Bitta srochniy bitta like bosing. Mana shu video srochniy boyagalarga srochniy tashinglar. Bunaqasi kamdan kam uchraydi. Videoda boshidan bitta like bosib qo'ying. Obuna bo'lishingiz esdan chiqmasa, manzili undan tashqari narxlarigacha aytaman. Ko'rib turgan orqadagi chek. Davay, bitta srochniy like bosing. Biz ketdik bo'lmasa. Bir xona uyigacha qilib berilgan, qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Meva daraxtlarigacha bor. 6 ta qudug'igacha bor. Agar 6 ta quduq bitta neft berib bersa, bor, soqandayda qolib ketasizlar. Ko'ryapsizmi? Meva daraxtlarigacha qilib bergan. Xuddi ko'ryapsizmi? Hona betondan ne ketgan deyaptilar. Mashetda o'zi 9,5 soti bir xona uyigacha solib berilgan. 6 ta quduqlarigacha bor deyaptilar. Ko'ryapsizmi? Teraklarigacha shunday hamma yo'qi qoladi deyaptilar. Sotiga 9,5 soti deyaptilar. Qatdan o'lchangan deganlar uchun o'lchangan joyini ko'rsataman sizlarga. Mana mashetdan bag'i o'lchangan. Xolasiz turba olib ketilib qolsa, sizlarga mashetdan zo'r joy olib qo'yadi. Agar turba qolaversa, turba qoladi o'zi. Mashet 9,5 soti. Ko'rib turibsizmi? Narxi qiziq, to'g'rimi? Narxini sizlarga aytaman. Hayron bo'lib qolasiz. 9,5 sotida 30 ming, 28 ming dedi. Boyaga boshib o'tirmen dedim. Mana obunachilarimga 25 ming san, uka 25 ming degani bilan chechapti, tushib ham beraman deyaptilar. Narxi ham yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Qarang, lokatsiyasi bu magazinni bilasizlar, ko'pchilik. Undan tashqari mana sohil choyxonasi bor. Ko'ryapsizlar, ashil yonida suvlar oqqan, Baxtiyor akani uni magazin ko'chasida shu kelsalar mana betonlarga, hattoki mana mahallalar asfalt ham bo'lib, ko'priklargacha qilib qo'yibdi. Agar realni narxi yoqqan bo'lsa, sizlarga o'shaga bitta like bosib qo'yasizlar. Mana shu video srochniy qaqirlarga tashab qo'yinglar. Narxi 25 mingdan chepta tushib beraman deyapti. Dokument umuman muammosi, xolasa notarius sanasin deyapti, xolas chek tushsa sanasin deyapti. Sog' bo'linglar, mana shu video srochniy xuddi shunaqa u yoqda yurgan do'stlarga tashab qo'yinglar. Sizlarga aytib o'tib ketdi, 6 ta quduqlarigacha bor. Sog' bo'linglar.